Nimaga bu video deyarli 230 millionta ko'rishli soniga va 9 millionga yaqin like yig'di. Tahlil qilamizmi? Ketdik. Bu videoda bunaqa prosmotriga va ko'rishligiga erishishida asosiy 3 ta sababni ko'ryapman. Buni birinchisi vizual hook zo'rligi, ya'ni video primo boshlanib ketyapti, obyekt yuguribdi va qo'lida puli bor va bu odamni juda ham qiziqtiryapti. Ikkinchi sababi obyekt, ya'ni Mr. Beast to'liq ko'rinib turibdi, to'g'ri rakurs tanlangan va uni har bir harakati ko'ruvchiga to'liq yetkazib berilyapti va eng asosiysi tabiiy ovoz saqlab qolingan. Uchinchisi va eng asosiysi davomida nima bo'larkin deb odamlar oxirigacha shu videoda qolishiga sababchi bor. Instagram algoritmida bilasiz, odamlar oxirigacha ko'rsa, video topga chiqaveradi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizga qanaqadir ideya olgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib qo'ying. Instagramda blog yurgizish, shaxsiy brend qurish uchun meni sahifamga obuna bo'lib oling, agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz.